2020-2021 yil o'quv yilidan boshlab Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filialining bakalavr, magistr va doktorantlari mana shu chorva kompleksida amaliyot mashg'ulotlarini o'tash imkoniyatiga ega. Siz ko'rib turgan mazkur chorva kompleksiga 60 boshli zotdor qoramollar joylashtirildi. Sigirlarning sog'in davri mazkur oy oxiridan boshlanadi. Sog'in mahsuldorligi oziqlantirishga qarab birinchi davrda 20-25, ikkinchi bosqichda 30 va undan keyingi bosqichlarda 35 litrgacha boradi. Mazkur zotdor sigirlar hozirda veterinarlar hamda Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filialining professor o'qituvchilari tomonidan nazoratga olinib, yurtimiz iqlimiga moslashtirish harakatlari ketyapti. Bir vaqtning o'zida 6 bosh sigirlarning sutini sog'ib olish imkoniyatiga ega yangi uskuna ham keltirilgan. Asosiy vazifani shu qurilma boshqaradi. Bu ham sog'ish apparatini yuvish, ham sog'ish jarayonini boshqarish uchun qo'llaniladigan uskuna. Sut saqlash qurilmamiz 1200 kilogramm sutni saqlashga mo'ljallangan. Bizga hozirgi kunda shu 30 bosh qoramoldan sog'iladigan sutni to'liq saqlash uchun bu hajm yetarli. Bu plus 4 gradusgacha bo'lgan haroratda sutni 36 soat, ba'zi holatlarda kechikish holatlari bo'lsa 72 soatgacha bemalol sutni saqlab turib bera oladi. Mazkur sigirlar hozirda 1-2 yoshda, vazni esa 600 kilogramm. Ular shu oy yana 30 taga ko'payish arafasida. Qiymati 1 milliard 675 million 722 ming so'mlik mazkur chorva kompleksi bu yildan yangi mutaxassislarni amaliyot o'tash uchun xizmat qiladi. Sayyor G'ulomjon va Nasibla To'rajonov Hudud yoshlar informatsion dasturi uchun Andijondan.